izlagan, qaqshagan uyda yashadik. Vaqt kelganda shunday qiynaldim. Biz kuyimizda shunday xotiralar qolganda, endi qiyinchilik xotiralar qolganda. Shunday qiynalgandan jim-jimman mana shu farzandimning boqadiganiman, ko'rmaydiganiman shu. Shunday sovuq uyda, muzlagan, qaqshagan uyda yashadik. Vaqt kelganda shunday qiynaldim. Ko'chadan yursak, o'tib ketasak farzandimdan biz uyimiz ham shunaqa bo'larmikan, biz uyimiz ham chiroyli bo'larmikan, biz chiroyli uylarda yashaymizmikan, bizlar ham niyatlarimizga yetarmikan deb o'ylayman-da men. O'sha asfaltboyda jo'natganining quvonchli kunda, quvonchli kun bo'ldi menga. Alloh tomonidan jo'natdi meni. Allohim dilimni suydiki, men oldimga jo'natdi shu insonni. Men uy-joy qilyapman mana shu farzandim uchun, farzandimning kelajagi uchun men uy qilyapman. Uy-joy qidirib ketay deyapman mana shu farzandimga. O'zim qiynaldim, farzandim qiynalishini xohlamayman. Xohlamayman. Yaxshilarning orasida chiroyli yurishini xohlayman. Kelajakda yaxshi bo'lish uchun sizlarning yordamlaringiz kerak. Shunday qo'llab-quvvatlashlaringiz kerak, bizlarga yordam berishlaringiz kerak. Hammalaringizga rahmat. Shunchalar bo'layotganiga, shunchalar mana shu uyimizni qilayotganimizga, bizani yangi uyda yashashligimizga ko'mak berayotganlaringizga, barcha rahmat deyman.